O'rta Osiyodagi eng qimmat, byudjeti naqd $7 million bo'lgan Game Club. Ushbu O'rta Osiyodagi eng qimmat, eng hashamatli bo'lgan kompyuter o'yinlari klubiga kelgan inson bu yerda nafaqat o'yinlardan zavqlanishi, balki yuqori texnologiyani his etishi mumkin. Bu yerga kelgan har bir mehmon o'zini xuddi kosmosda yurgandek tasavvur qiladi. Klubda maxsus tayyorlangan kompyuterlar eng yuqori darajada kuchaytirilgan. Har bir kishilik kompyuter uchun $10,000 dan ortiq mablag' sarflangan. Barcha qurilmalar maksimal tezlikda ishlash uchun mo'ljallangan. Bu yerning gastronomik tarafi ham o'ziga xos. Ovqatlanish zonasi restoran uslubida xizmat ko'rsatadi. Bosh oshpaz tomonidan yuqori did va mahorat bilan taomlar tayyorlanadi. Klubning VIP zonasida siz nafaqat kompyuter o'yinlari, balki PlayStation ham o'ynash imkoniga ega bo'lasiz. O'rta Osiyoda bugungi kunda eng qimmati bo'lib turgan ushbu Space kompyuter klubining qurilishiga naqd $7 million pul sarflangan. Ushbu klubning VIP zonasida siz 1 soat lazzatlanib kompyuter o'ynashingiz uchun 500 ming so'm yoki 5 soat uchun naqd 2 million so'm pul to'lashingizga to'g'ri keladi. Eng qimmatida doim eng qimmatlari tilga olinadi. Ularni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.